Do'stlar, biz hozir Andijon viloyati, Andijon shahriga yetib keldik. Bu yerda bizning mijozimiz Hadiyatulloh bizdan persatga ishlab chiqarish uskunasini sotib olishdi. Hozir bu uskuna bizning andijonlik mijozimizga necha pulga tushdi va ustanovka jarayonida nimalar bo'lgani haqida to'liq ma'lumot olamiz. Hadiyatulloh, bu uskuna sizga necha pulga tushdi? $2850 tushdi aka. $2850 Andijon viloyatiga dastavka ustanovkalari bilan bo'ldi, to'g'rimi? Ha. Xo'p, buni o'zingiz ishlatyapsiz, yani to'g'rimi hozir? Ha. Texnologiyamiz sizga o'rgatishdi. Akamiz o'rgatib qo'ydi. Oxun akam. Oxun aka o'rgatdi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rganib oldim. 1 soat, 1,5 soat ichida uskunani qanday, ya'ni mana shu persatga ishlab chiqarish uskunasini qanday ishlatishni o'rganib oldingiz, to'g'rimi? O'rganib oldim. Oson ekan, qiyin joyi. 1 soat sizga nimalar o'rgatdi? Asosan nimaga e'tibor berish kerak ekan? Endi ko'proq muammo bo'ladigan joyi shu, iynalari sinib qolish holatlari ko'p kuzatildi dedi. Shuni aniqladi. Keyin asosan shu datchiklariga e'tibor qilib turish kerak ekan. Uzilib ketganda, ip uzilib ketganda to'xtab qolar ekan, vaqtdan unumli foydalanish uchun srazu yana simlarini, iplarini ulab qo'yish kerak ekan. Ya'ni o'sha apparatga e'tiborli bo'lib turing dedi. Iplari, ignalariga doimiy e'tiborda bo'lib turing. Bu ipi uzilsa, ignasi sinsa, o'zi signal beramikanmi yoki brak to'qiydimikan? Shu narsani tushuntirishim? Ha, bu tomonidan brak to'qiydigan tomonidan shuni tushuntirdi. Bu tomondan bo'lsa, bu tomondagi iynalari sinib qolgan bo'ladi dedi. Endi bu tomondan ko'rsatsak, narigi qatordagi iynalar sinib qoladi dedi. Ha, demak, brak chiqarsa, qayerda ayb bo'lganini ham topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Shuni yo'llarini bizga o'rgatdi. Va ustanovka jarayonlarini siz telefoningizga syomka ham qilib oldingiz, to'g'rimi? Ha, syomka qilib oldim. Bemalol syomka qilib oling dedi. Keyinchalik sizdan chiqib qolib boshqa holat kuzatilsa, ko'rib olasiz dedi. Keyin o'zi ashi ip uzilib ketib yoki nimadir muammo bo'lsa, o'zi titillab chaqirar ekan. O'zi to'xtab qoladi, to'g'rimi? Ip uzilib qolsa, o'zi avtomatik to'xtab qolib, ha, o'zi ishlamay to'xtab turar ekan. Kelib yana hamma yo'g'ini joy-joyiga qilib, iplarini to'g'rilab bo'lgandan keyin yana ishlatsiz ishlab ketaverar ekan. Hozir misol uchun bu apparat ishlatib qo'ysaydi, ip aytaylik uzilib ketsa, o'zingiz ula olasizmi shuni? Ha, o'zim ulashda hozir Oxunjon aka o'rgatdi. 2-3 marta o'zim uladim. 2-3 marta o'zingiz uladingiz, o'zim to'g'rimi? uladim. O'zim ishlatdim, o'zim chiqardim. Xo'p, do'stlar, persatga ishlab chiqarish uskunamiz 10-klassdagi 24 soatda 250-300 par persatkalarni to'qib berish quvvatiga ega hamda 220 volt tok kuchli, to'g'rimi? Mijozimiz o'zlari aytsa, qanaqa 220 da turibdimi hozir? 220 da, ha, mana 220 ga ulab qo'ydik. 220 ga ulab qo'yilgan. Aha. Shunda ishlayapti. Yana nima sizga qiyin bo'lib tuyulyapti bu yerda? Nimaga o'ylanyapsiz? Mani hozir Oxun aka ketib qolsa, nimadan men qiynalishim mumkin deb o'ylayapsiz? Qiynalishim mumkin deb o'ylamayapman, ha? Hozircha deyarli hamma narsani tushunib oldingiz, to'g'rimi? Endi bu yoqda protsessda. Bitta mashina iynasini almashtirishda boshida birinchisida qiynaldim. Lekin o'sha ikkinchisida srazu qo'ydim. Oson narsa ekan. Unda ham qiyinchilik bo'lmadi. Sal boshda o'ylandim. Oxunjon akam o'rgatgandan keyin bemalol qo'yib, o'zim yana qo'yib, ustanovka qilib yurgizdim. Qiyinchilik joyi yo'q ekan. Qiyinchilik joyi yo'q. Bitta persatga chiqarib bering bo'lmasam bizga. Xo'p. Buni tagdan ko'rib olamiz. Birinchidan chiqar. Demak, birinchi chiqarishdan oldin tagini ko'rib olish kerak. Aslatga persatka yo'qmi, to'g'rimi? Ha, aslatga persatka mana qilib qolib ketsa, mana shu ignalarni qayirib olib, sindirib olib, urib orar ekan. Ha, shuning uchun doim ko'rib oling deyishdimi, urilishdan? Doim sibros qilib turib ko'rib olish kerak bo'lar ekan. Keyin qo'lingiz o'zi chiqsangiz ham ko'rinar ekan, tepadan qaraganingizda ham ko'rinib turar ekan. Tepadan qaraganda ham ko'rsa bo'ladi yoki qo'lini pastga tiqib turib ko'rib olsa ham bo'ladi. Hozir doimiy ishlashlik uchun ba'zan ko'pgina chiqarib, doimiy chiqaraveradigan, keyin bir dona chiqarib turib to'xtaydigan rejimi ham bor ekan. Quyon tezligi bor ekan, hozir toshbaqada turibdi ekan. Silliqurt ham bor ekan. Men toshbaqaga qo'yib qo'ydik. Sababi apparat hali yangi, hali qizimagan. Obkatkasidan chiqib olish kerak. Shuning uchun ehtiyot qilib ishlatyapman. Mana to'qib ketganini ko'rsatib turadi. Demak, persatka qayerda ketib turganini ham ko'rsatib turibdi, sizga ma'lumotini berib turibdi. Mana bundan oldingi persatkangiz 3 minut 43 sekundda chiqqan ekan. Uni vaqtini ham nastroyka qilsa bo'lar ekan, uni ham o'rgatib qo'ydik. Uni ham o'rgatib qo'yishdimi? Mana do'stlar, mijozimizga 1,5 soat ichida shuncha ma'lumotni berib, bundan oldingi bu apparatni ko'rganmisiz bundan oldin? Yo'q, biromatda ham ko'rmagan.
biror marta ko'rmagansiz, Yo'q. to'g'rimi? 1,5 soatda O'zi shuncha ichida ma'lumot. turganda buni ichida endi qanaqa apparat ekan, nima ekan ochishga qiziqdim boshida. Endi sizlar kelganinglardan keyin ochib ko'rdik, keyin bularni chiqarib qo'yishdi. Men birinchi marta ko'rib turibman bu narsani, lekin qiyinchilik tug'dirmadi menga. Qiyinchiligi yo'q umuman. Yo'q, qiyinchilik yo'q. Xo'p do'stlar, biz syomka cho'zilib ketmasligi uchun pauzani bosib turdik va hozir mana perchetkamiz mana bu yergacha to'qib olindi. To'g'rimi? Hadiyatullohxon? Ha, ozgina qoldi yana endi. Hadiyatulloh. To'g'rimi ismingiz? Hadiyatulloh bosing. Endi tezroq bo'lishligi uchun quyon tezligiga ham qo'yib ko'ramiz mana. O'sha averroga o'tdi. Qaytarib bo'lsak bo'laveradi. Do'stlar, mana tayyor perchetkamiz. O'zi akkuratni qilib taklab. Ana do'stlar, perchetkamiz tayyor. Kimga ushbu uskuna yoki ushbu biznes qiziq bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Stanogimizning narxi hozirgi kunda $2900, respublika bo'ylab bepul dostavka hamda ustanovkalari bilan. Bizga bildirgan ishonch uchun sizga rahmat aytib qolamiz va kelajakda ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat sizlarga ham. Bizni shu yergacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosing va fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar do'stlar.